Bu darvozamizga qo'ygan zamogimizni puliga ham ancha-muncha mo'shinaga normalniy navorot qilib yuborsa bo'ladi. Agar sizga shunaqa brend darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Videoning oxirida darvozamizning materiallari va narxlarini aytib o'tamiz. Ko'rib turgan darvozani Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga olib borib o'rnatamiz. Darvozamiz razmeri eniga 5 metr, bo'yiga 350 razmerda, ya'ni 17,5 kvadrat metrli darvoza. Listlari 2 listdan to'liq holatda 2 qavat bo'lgan darvozamiz ham 1 tonnaga yaqin, lekin 1 tonnaga yaqin bo'lsa ham darvozamiz o'zini vesini ushlab turadi va kraska materiallarga xudo xolasa 5 yil kafolatini berishimiz mumkin. Albatta, aytilgan uzleniy material original kraskalardan foydalanib darvoza qildirsangiz 88 kod bilan 255 25 25 nomeri bilan bog'lanadigan bo'lsangiz shaxsan o'zim javob beraman va razmer o'lchashga ham o'zim boraman xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha olib borib o'rnatib beramiz, albatta besplatniy holatda. Sizga shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram manzilimiz bilan albatta bog'laning yoki o'zingizga yoqqan darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa ham Telegram orqali bizga tashlab beradigan bo'lsangiz, bexijolat 100% o'xshaydi yasab berishimiz ham mumkin. Kuzatganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa darvoza 25 komandasiga ulanib qo'yadigan bo'lsangiz, yangiliklardan quruq qolmaysiz. Xudo xolasa uyingizga shohona darvozalarni yasab berishga davom etamiz.